Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Bugun demak navbatdagi dars past simple haqida gaplashamiz. Past simple nima? Past simple bu o'tgan oddiy zamon bo'lib, biz bu zamonni shu o'tmishda nimadir ish qilsak, o'tmishda qilingan ishlarimizda foydalanamiz. Past simple o'tgan oddiy zamon bo'lib, bu zamonni o'tmishda qilingan ishlarimizda foydalanamiz. Misol uchun aytaman, men kecha futbol o'ynadim yoki kecha dars qilmadim yoki shunga o'xshagan gaplar. Demak, kalit so'zlar bor. Bular yesterday bu kecha degani. Last bilan boshlangan gaplar bor edi. O'tgan safar future simple dagi mavzumizda next bilan gaplarda aytdik. Bu last bilan boshlangan kalit so'zlar. Demak, last day bo'lsa, o'tgan kun degani. O'tgan kun yoki last week bo'lsa, demak o'tgan hafta yoki last month bo'lsa, o'tgan oy yoki last year bo'lsa, bu o'tgan yil. Mana shu kalit so'zlarimiz bor. Demak, gapni boshlaymiz. Aytgancha, kalit so'zlar gapning oxirida bo'ladi. Misol uchun, darak gapda pozitiv shaklida nima? Ega. Keyin mana shu joyda hammani chalg'itadigan bir narsa bor. Misol uchun, fe'ldan keyin pastda mana bunaqa ikki so'zi bo'ladi. Fe'l 2 yokida ed bo'ladi. Mana shu fe'l 2 yoki ed nima degani? Shuni sal kichkinaroq qilib qo'ying men sizlarga. Tushunarli bo'lishi uchun mana. Fe'l 2 yoki ed degani bu fe'lning ikkinchi ustuni degani. Endi mana ko'tarib bo'lmasa kerak. Tak. Va to'ldiruvchi xullas. Endi gap tuzib ko'ramiz. Endi fe'lning ikkinchi ustun degani, bu noto'g'ri fe'llar jadvalidagi ikkinchi ustun degani. O'zi fe'llar ikki xil, to'g'ri, noto'g'ri fe'llar bor. Noto'g'ri fe'llarni ikkinchi ustunga o'tkazamiz. Past simple'da agar u fe'l to'g'ri bo'lsa, bu fe'lga ed qo'shamiz, ed. Bu noto'g'ri fe'llar jadvalini ham darsdan keyin tashlab qo'yaman guruhga. O'shanda ko'rib olasizlar. Misol uchun, bormoq degan fe'l bor edi, bu go edi. To school kecha, yesterday. Mana shu joyda mana bu yesterday degan kalit so'z past simple ga bo'lsa, mana oddiy go degan fe'lni o'zini qo'ymaymiz. Bizga mana bu shart berilyapti. Ikkinchi ustunga qo'y yokida ed qo'sh oxiriga deyapti. Go noto'g'ri fe'l. Noto'g'ri fe'lda go ning ikkinchi ustuni bu went bo'ladi. Mana. O'shaning uchun I went to school yesterday. Men kecha maktabga borgandim yoki bordim deyapmiz. Tushuntira oldimmi? Yokida deylik, biz kecha dars qildik deymiz. We qilmoq degan do edi. Homework yesterday. Mana bu yerda ham do'ni biz ikkinchi ustunga o'tkazishimiz kerak. Fe'lni ya'ni. Ikkinchi ustunda do nima? Bu did. We did homework yesterday. Biz kecha uyga asfa qildik deyapman. Xo'p, endi inkor gapini ko'ramiz. Negativ shaklini bunda ega
Didn't. Bu didn't did notning qisqartmasi. Eslangda bo'lsin. Did notning. Ana endi biz fe'lning o'zini qo'yamiz. Va to'ldiruvchi. Ya'ni mana bu yoqqa o'tkazib olaylik. Yes. Ega mana didn't keyin fe'l to'ldiruvchi. Mana bu fe'lning ikkinchi ustuni yoki ed qo'shilmaydi, chunki gapda didn't bor. Didn't gapning o'zi o'tgan zamonligini bildirib beryapti. Misol uchun men qo'shiq eshitmadim kecha desam, I didn't listen to music yesterday. I didn't listen to music yesterday. Men kecha musiqa eshitmadim. Yoki-da u qiz bilan aytaman, u kecha ovqat pishirmadi deyman. She didn't cook a meal. O'tgan kun deylik. Har doim kecha deyaveramizmi? Last day. Bo'ldi. She didn't cook a meal last day. Ya'ni ega qo'ydim. Bilasizlar, egan joyiga I, he, she, it, you, we, zlar qo'yapmiz. Keyin biz to'g'ridan-to'g'ri didn't qo'yamiz, chunki uni qilmagan ishimizga. Keyin fe'l va to'ldiruvchi. Demak, gap shunaqa shaklda ketadi. Xo'p, inkor shaklini biz qizil qilib ketayotgandik. Keyingisi. So'roq. Question. Questionda birinchi oldinga did chiqadi. Did, keyin ega, keyin fe'l va oxirsida object to'ldiruvchi. Bunda ham fe'l o'zgarmaydi, faqat darakkab shaklda fe'l o'zgaryapti, eslangda bo'lsin. Endi men kecha maktabga bordimmi deb so'rayman. Did I go to school yesterday? Ana, men kecha maktabga bordimmi deb so'rayapman kimdandir. Yoki-da nima desak bo'ladi? How can I say? Ular kecha yozdimi deymiz. Did they write yesterday demaylik. Har doim yesterday deb yuraveramiz. Last week deymiz. Ular o'tgan hafta yozdimi? I don't know. Bilmayman, yozdimi, yozmadimi. O'quvchilarimga shunaqa savol beraversam, ular juda boshqacha deb aytadilar. Bo'ldi. Demak, savol shakli tushunarli, inkor shakli tushunarli, tarakkab shakli tushunarli. Darsdan keyin men noto'g'ri fe'llar jadvalini tashlab qo'yaman. O'sha noto'g'ri fe'llar jadvaliga qarab, yaxshilab o'rganib, keyingi darsga videoni qayta ko'rib, keyingi dars uchun tayyorlab turinglar. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.